Endikileksimizin mavzusu mundaq hörmetlik vatandaşım. Amerika Qo'shma Shtatlar dengiz armiyasining Janubiy dengizga bösüp kirişinin alayda ahmiyati. Prezident Trump'ning jungo siyasi pozitsiyasida o'zgarish bo'lamdi. Mavzuli xabar 5-ayning 30-kuni Twitter orbitida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Amerika Dengiz Armiyasi 5-ayning 25-kuni Janubiy Jungo dengizida Mechichao oralig'i yaqinida erkin qatnashni yo'lga qo'ydi. Bu harakat Prezident Trump vazifaga o'tirgandan beri Amerika Dengiz Armiyasining tunji qatim erkin qatnash ilib borganligidir. Amerika matbuoti tahlil qilib mundaq ko'rsatdi. Amerika Dengiz Armiyasining bu harakati Washingtonning Jungoga qaratgan pozitsiyasida o'zgarish bo'lganligini ko'rsatib berdi. Diqqat vatandaşlar. Amerika Dengiz Armiyasining bu harakati Washingtonning Jungoga qaratgan pozitsiyasida o'zgarish bo'lganligini ko'rsatib berdi. Universal matbuotlar 5-ayning 31-kuni xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Amerika Dengiz Armiyasi doviy belgili qo'g'lug'uchi parxod 5-ayning 25-kuni Janubiy dengiz taqim orollariga kirib, 12 dengiz miligacha yaqinlab erkin qatnash elib bordi. Xabarlarga asoslanganda doviy belgili qo'g'lug'uchi parxod Mechichao orlig'iga yaqinlab kelib qolmasdan, ya'ni u yerda 1,5 soat to'xtadi ham suvga tushib ketganlarni qutqizish mashqi elib bordi. Amerika Dengiz Armiyasining Janubiy dengiz taqim orollari sohasida erkin qatnash elib borgan vaqti 2016-yil 10-oy edi. Sobiq prezident Obama tasdiqlagan Amerika Tinch okean qo'mondonlik shtabining qo'mondoni Harry Harris bu yil 4-oyda o'tgan yil 10-oydagi dengiz qatnashni sobiq prezident Obama tasdiqlagan. Endilikda Amerika Tinch okean pilotining qo'mondoni Harry Harris 4-oyda Janubiy Jungo dengizida erkin qatnashni yo'lga qo'ydi deb ko'rsatgan. Sobiq prezident Obama davrida Amerika Qo'shma Shtatlar davlat mudofaa ministrligida Sharq Osiyo ishlariga mas'ul bo'lib ishlagan yordamchi ministr Daviy mundaq dedi. Prezident Trump hukumatining bu qarori kechikib chiqarilgan qaror bo'lsin lekin yanada intayin zo'r ahamiyatli. Amerika ovozi mundaq hisobladi. Amerika armiyasining bu harakati Jungo qaratgan pozitsiyasining o'zgarganligini ko'rsatib berdi. Diqqat vatandoshim, Amerika ovozi radiosi mundaq hisobladi. Amerika Dengiz Armiyasining bu harakati Jungo qaratgan pozitsiyasi Amerikaning Jungo qaratgan pozitsiyasining o'zgarganligini ko'rsatib berdi. Maqolada Washington bilim xazinasi Jungo masalasi bo'yicha yuqori darajali tadqiqotchi Ching Binning so'zlarini naql keltirib mundaq ko'rsatdi. Amerika Dengiz Armiyasining bu qatim harakatining haqiqiy ma'nosi Jungoning talash tartish bo'lib o'tgan orollarga egiligi qoq talab qo'yganligiga xiras e'lon qilganlikda. O an'anaviy bilim xazinasi torbitida e'lon qilgan maqolasida mundaq ko'rsatdi. Sobiq prezident Obama yo'l qo'ygan bir necha qatimliq erkin qatnash ziyon solmay o'tish. Buning ma'nosi Amerika Dengiz Armiyasi Jungoning qo'shilishini olmay turib, Jungo yasab olgan orollar 12 dengiz miligacha ishkirlab kirsa bo'ladi deganlikda. Ziyon solmay o'tish. Selishtirilgan doviy belgilik qo'g'lug'uchi parxod Mechichao'ga 12 dengiz mili ishkirlab kirib, suvga tushib ketganlarni qutqizish mashqi elib bordi. Bu demak, ziyon solmay o'tish kategoriyasiga mansub bo'lmaydi. Yanada erkin qatnashga mansub bo'ldi. Tarqatgan usul shundoq bo'ldiki, Jungo yasab bo'lgan Mechichao orolidan o'tish bu yerda dengiz territoriya egilik huquqi yo'q.
hech kimning bu yerda dengiz territoriya egilik huquqi yo'q deganlikdan. Bir necha hafta burun New York vaqt gazeti 5 binanın 5 burcaklık binanın Amerika Deniz Armiyasi Tinch okean qo'mondonligi shtabi o'tirib qo'ygan. Janubiy dengizda erkin qatnashni yo'l qo'yish to'g'risidagi fikrini rad qilganligini oshkorladi New York vaqt gazeti. Yuqori talab hatto Prezident Trumpning ish ustiligimi yetib kelmagan bo'lishi mumkin. Dengiz armiyasining qo'ygan talabatda Prezident Trumpning ish ustiligi yetib kelmagan bo'lishi mumkin. Xabarda mundaq ko'rsatildi. Prezident Trump hukumatining Amerika armiyasi o'tirib qo'ygan Janubiy dengizda erkin qatnashni yo'l qo'yish to'g'risida takliflarini rad qilishi Jungoning Chavshan masalasida yetarli rol o'ynashini umid qilganligidir. Masalan, bu yerda demakchi Amerika Deniz Armiyasi Janubiy dengizda erkin qatnashni yo'l qo'yish to'g'risida fikr berganda 5 burjaklik bino buni rad qildi deydi. Hatto buningdan Prezident Trumpning xabari bo'lmasligi mumkin deydi. Buning rad qilishining sababi Jungo Chavshan masalasida qandaq rol o'ynaydi va rolini qandaq joriy qildirdi deb kutib turish bo'lsa kerak deydi. Bu to'g'rida Amerika ovozi yana tahlil qilib mundaq ko'rsatdi. Hozir Amerika armiyasi Janubiy dengizda erkin qatnashni asliga keltirdi. Hamda harakatning ma'nosi texmo yuqori ko'tarildi. Bu balki Prezident Trump hukumatining Chavshan masalasida Jungoga bo'lgan sabr toqatni tadrijiy yo'qotib qo'yganligining belgisidir. Demak, hozirgacha sabr toqat qilib keldi, Jungo bir taraf qildi Chavshanni dedi. Demak, Jungoda kutgandek bir harakat bo'lmadi. Shunga hozir Amerika Qo'shma Shtatlarining dengiz armiyasi qo'g'lig'i chapar xutibat deb Janubiy dengizga kirdi. Bu balki shuning uchundir deydi. Chavshan 29-kuni yana raketasini qildi. Chingben mundaq ko'rsatdi. Garchi Jungoning raisi Xi Jinping Chavshanga besim ishlatish to'g'risida Prezident Trump kapolat bergan bo'lsa-mu, Rais Xi Jinping Chavshan besim ishlatish to'g'risida Prezident Trump kapolat bergan bo'lsa-mu, lekin Chavshan ko'rsatiladigan ta'siri cheklik bo'ldi. Hatto Jungoning o'zining strategiyasida Chavshan bilan Jungoning hozirgi iqtisodiy munosabatlarining ish berayotganligini e'lon qildi. Demak, savdoda cheklashmi yo'l qo'ymadi Jungo Chavshanni degan gap apandilar. Demak, Chavshanni Jungoning cheklash yoki bartaraf qilish g'arizimi yo'q degan gap. Chunki bu yerda Chavshan bilan Jungo o'tirishga savdoning o'z berayotganligini o'zining strategik idorasining strategik qilishidan qaraganda bu yerda hech qanday ish yuz bermaydi degan.